Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana hozir montajimiz bitti, tayyor bo'ldi. Uy egalariga topshirdik. Qo'qon shahrida bo'ldi. 245 ga 95 li razmerdagi eshigimiz. 1.05 ga 1.70 li razmerimiz. Akfa alyumin oqidan bo'ldi. Oynalari 2 qavat shatlanka gullari, pilis fasondagisi. Eshigimiz balkon profil, oq alyumin. Ruchkalarimiz komfort. Emblemalarni ko'rishlar mumkin. Ochilib, yopilishlari muammo yo'q. Kiranda nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqa uchun zakazlar bo'lsa qabul qilamiz.